Chuqur nafas olamiz. Nafasimizni ozgina ushlab turib sekin chiqaramiz. Ko'zlarimizni yumamiz va mani orqamdan qaytaring. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Boshim uzra energetik portal ochib berilinsin. Yagona yaratuvchi energiyasi portali. Va butun tanam, jismoniy tanam va energetik tanalarim to'yintirilsin va tozalanilinsin. Aynan shu nur bilan, ruhiy quvvat bilan. Endi tasavvur qiling, boshingiz uzra truba tushayotganligini va bu trubadan oq, yaltiroq, shaffof nur tushayotganligini, hayotiy quvvat. Va sizni boshingizdan boshlab tanangizga, jismoniy tanangizga kirib, xuddi stakanni to'ldiramiz-ku suvga. Pastdan to'lib boradi. Sizni boshingizdan quyilib kelyapti, xuddi shunaqa stakan to'lgandek. Har bir negativ fikrlarga javob beradigan miyangizdagi negativ dasturlar, barbod qiluvchi dasturlar aynan shu nurlarda, shu hayotiy quvvatda erib ijobiyga aylanib ketyapti. Nurga, mehr muhabbatga, yaxshilikka, ezgulikka aylanib ketyapti. His qiling buni. Butun boshingizdan yelkalaringizgacha tushdi. Xuddi stakan to'lgani kabi. Aynan boshingizdan yelkangizgacha bo'lgan negativga, barbod qilishga javob beradigan hamma dasturlar erib ketdi. Sekin yelkangizdan pastga, ko'krak sohangizga tushib boryapti bu nur. Eliksir, hayotiy eliksir desak ham bo'ladi. Va sizni tozalashda davom etyapti. Qo'llaringizni, umurtqalaringizni butun tozalab to oyoqlaringizgacha tushdi, soningizgacha. Ko'krak qafasingizdan toki qorningizgacha hech qanday negativ programmalar qolmadi. Butunlay tozalandi, nurga aylantirildi. Xuddi ichiga shaffof nur quyilgan stakanga o'xshab. Endi sekin sonlaringizga yurib boryapti, oyog'ingiz uchlariga. Oyog'ingiz eng tagidan har bir qoralikka javob beradigan balchiqlar chiqib ketyapti. Erib nurga aylanib, nurga aylanmagani yerga singib ketdi. Tizzalaringizgacha butun tanangiz sof, toza energiya. Jarayon kuchaytirilsin deb ayting. Sizga boshingizdan, tepadan nur kelishi yana ham kuchaytirilsin. Boshingizni tepasida bosim his qilayotgan bo'lsangiz yozing. Ozgina, qandaydir ozgina og'irlik, nimadir boshingizga tegib turgandek, quyilayotgandek his. Oyoqlaringiz uchigacha butun tanangiz, qo'llaringiz, oyoqlaringiz, har bir hujayralaringiz bu energiyadan ichdi, top-toza. Bu top-toza energiyadan, hayotiy energiyadan, nurdan har bir hujayralaringiz maza qilyapti. Xuddi juda ham chanqab ketgan, sahroda yurgan odamdek. Mana shu odamga suv bersangiz qanaqa his-tuyg'u bo'ladi? Har bir hujayrasi maza qiladi. Xuddi shunaqa his-tuyg'u his qilyapti hujayralaringiz. Bu energiyani ichgandan keyin musaffolik, tozalik his qilyapti, hayot his qilyapti, to'yinganlik his qilyapti. Endi yana mani orqamdan qaytaring. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Efir tanam mana shu hayotiy eliksir bilan, nur bilan to'ldirilsin va qalinlashtirilsin. Endi oyoqlaringizni uchidan boshlab
to boshingizgacha shar tasavvur qiling. Sharni ichida turibsiz. Xuddi jo'ja tuxum ichida turgandek. Va mana shu sharni pastdan tepaga qarab nur bilan to'ldiring. Taningizdan oyoqlaringizga tushib nur bu sizni o'sha sharingizni ichidan to'ldirishni boshladi. Tizzalaringizgacha to'ldi. Kindigizgacha, ko'kragingizgacha, yelkangizgacha, boshingizgacha va butunlay nurli ichidasiz. Xuddi quyosh nurida o'tirganingizdek. Faqat bu quyosh nuriga o'xshamagan, oppoq, shaffof nur. Himoya. Va mana shu nur qalinlashyapti. Bu sizning himoyangiz. Endi butunlay bu shart to'lgandan keyin yana bitta xuddi shunaqa o'sha sharni tashqarisida undan kattaroq shar tasavvur qiling. Bu sizni astral tanangiz. Uni ham nur bilan to'yintiring. Ayting, yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Astral tanam nur bilan to'yintirilsin. Va uni ham to'ldiring va qalinlashtiring. Keyingisi mental tanam nur bilan to'yintirilsin. Har bir xuddi men aytgandek o'zingizni hozir turgan sharingizdan kattaroq shar tasavvur qilib, uni ham ichini nur bilan to'yintirasiz. Butunlay nur ichidasiz. Hamma yoq shaffof. Quvvatingiz ko'paygan, kuchingiz ko'paygan. Miyangizda negativ xayollar yo'q. Butunlay himoyadasiz. Butunlay himoyada. Barbod qiluvchi programmalaringiz ham bu nurlarda sekin-sekin erib, ijobiyga aylanib bormoqda. 3 qavatli himoyadasiz. Jismoniy, efir, astral, mental himoya. Chuqur nafas olamiz. Minnatdorman deb ayting. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Nur portali yopilinsin. Chuqur nafas olamiz. Sekin boshingizni tepasidagi nur portali olinayotganini tasavvur qiling. Endi butun tanangiz sof, toza, energiya bilan lim-molim to'lgan va butunlay himoyadasiz. Negativ fikrlardan himoyada. Chuqur nafas olib, nafasingizni ushlab turib 1-2 marta chiqarib, sekin ko'zingizni ochsangiz bo'ladi. Tabriklayman sizni. Negativlardan tozalanganingiz bilan, hayotiy quvvatga to'yinganingiz bilan.